Ba'zi kishilarning ajdodlaridan bir toifa jinlar qolib keladi. Ma'lumki jinlar 1000 yillar, 500 yillar yashaydi. Inson esa qisqa. Shu uchun ajdodlari bilan ishlagan, hamkorlik qilgan jinlar ilashib olganlarga orqali kishi deyiladi. Ular har qancha gapni olib qochib, hasbushlamasin, folbenlar bo'ladilar. Jinlar bilan bitim tuzib ishlash shar'an harom qilingan. Chunki Qur'on shaytonlarni ochiq dushmanimiz ekanini uqtiradi. Jinlar tabiatan o'ta turlanuvchan bo'lib, yolg'onni ko'p ishlatadilar. Bir so'zda turmaydilar. Insonni g'orat qilib izdan chiqaradilar. Bobongni, momongni ruhiman deydilar. Qur'on esa ruh haqida hech kim bilmasligini, uni Alloh bayon qilmaganligini aytadi. Shunday ekan, qanday qilib ruhlar bilan munosabatga kiryapman deyish mumkin? Bu faqat Qur'onni yaxshi bilmagan johil musulmondan sodir bo'ladi. Yana bir bor aytamizki, ruhlar, parilar deb gapirilayotgan yoki farishtalar deb gapirilayotganlar barchasi jinlar.